Assalomu alaykum. Hurmatli aka-ukalar, charchamayapsizlarmi? Charchamasdan issiqlar bilan hamma charchamay shu kichkina dalamiz. Ko'chalar holati yaxshi, yurish yaxshi, yomon emas. O'ziga yarasha yuryapti bular ham, xudo xolasa. Yashilmasa bu joyida. Mana bu orasidagi o'tlarni oldirmay turibman. Kechagi bir ikki issiqda sal bular ham yordam beradi. Bu tomonga yangi joyimizni Xudo's ko'chada ekib boshladik. Mulchalari, kapinlar tortilgan, mulchalari tortilgan, chiroyli qilib albion ko'chatlarimizni ekishni boshladik. Mana bugun ertalab Xudo xolasa 5 dan yarimga ekib qo'ydik, Xudo xolasa, chiroyli qilib. Endi kech salqin yo ertaga ertalab yana qolganini ekamiz. 21-iyulmi Xudo xolasa. Mana holatda havo ham salqin. 3 kunga Zangirini ham salqin beryapti. No, shamoldan sal yoqadi badanga. Shabadarasa zo'r bo'lyapti, zo'r. Ayni ko'chada kelgan vaqt bo'lyapti-da. Sen bol setka bor, uncha naguska bo'lmaydi ko'chatlarga ham. Yengil-yengil sug'orib qo'ydim hozir chiroyli qilib bir chekkadan. Hozir qolganini yo kechga yo ertaga ertalab azonda turib Xudo xolasa ekib tashlaymiz. Bu chiroyli qilib shergacha 26 ta agatga ekdik aliqqa. Ko'chatlar holati yaxshi, yomon emas, chiroyli o'sib turibdi buni. Bir 10 kunda o'zi kelib qoladi chiroyli bo'lib. Albion. Mana bu tomoniga endi Xudo xolasa ko'chatlar taxlab qo'yganmiz otga. Ko'chatlar shu joydagi. Yaxshilab bu yoqni sug'orib qo'yapman, yerini sekin chiroyli qilib. Ertangi tayyor bo'lib turadi. Shunaqa holatda. Mulcha salafonlar ham shu qulpinaydi o'zini. Maxsus salafonlar teshigi borligi, bir tomoni oq, bir tomoni qora. Shemchi begona o'tni himoya qiladi, boshqa qiladi. Buni ko'pchilik o'zi biladi. Aytib o'tishim shart emas. Qarab qilinaveradi, Xudo xolasa. Tomonda mevalarimiz ham yaxshi holati. Kunara terilib turibdi yaxshigina bo'lib. Va aytdim boshdan o'tlarga tegdirmayapman. O'tini endi ertadan keyin ko'chatni ekib bo'lgandan keyin Xudo xolasa o'tini o'tatib tashlaymiz. Chunki kechaginda 4 kun bizga ham issiq berdi, ana shu o'tlar ham yordam beradi aslida. Mana bularga issiq hammasini qulpnay qabul qilmaydi, o'tlar ham qabul qilib yengil mana yashil massasi bargar chiroyli bo'lib turibdi o'zi. Agar o'tlarni o'tatib tashlasangiz, bunaqa paytda bor quyoshdan tushgan o'tlarni bularni o'ziga qabul qilib qulpnaylarimiz qiynalib qoladi. Chunki bular nari bersa 24, 25, 30 gradusgacha mo'ljallangan endi. Bu iloji yo'q, 35 ni ham, 40 ni ham qabul qildi bu safar. Hali ham baxtiga setka bor tepasida, salqin qiluvchi setka. Shuni ham bir antistreslar sochilib boshqa qilib shemchi yordam qilib ishlab turdik, Xudo xolasa. Holati yaxshi, yomon emas. Mevalari ham tagida o'ziga yarasha pishib yotibdi. Bu organizm mevasi bor ichida hammasida. Mana buni Xudo xolasa ekib oxiriga yetkazib olsak, bitta kartamiz tugaydi. Bu 3-karta. Narigi daladagi ekildi. Mana bular o'z joyida. Past tomonda yana bitta kartaga ekilgan. U ikkinchi, bu 3-karta. Bundan keyin yana Xudo xolasa keyingi katta 1 gektarlik joyimizga o'tib, Xudo xolasa endi hozir agat olishlari boshlandi. Bu avgust 15-lariga bosib ekib olamiz ham. Uni ham bir videosini tashlab beraman, Xudo xolasa. Charchamanglar aka-ukalar, charchamanglar. Dehqon shu endi. Kun issiqda ham dalada yuradi, ertalab ham, kechqurun ham. Chunki biz dehqonlar dalada yurmasak, nima deydi, xalqimiz dasturxonga chiroyli nozimat yetishib kelishi qiyinroq bo'ladi. Shuning uchun dehqonlar hammasining umri uzoq bo'lsin. Kasbkorga baraka bersin. Xalqimiz dasturxonga chiroyli nozimatlar yetishtirib berishda siz biz dehqonlar charchamaylik. Albion sorti. Hammasini fokusda albionga qaratganmiz bu yil. Bu dala hammasi albion. Endi keyin nariyaga Xudo bezatigan frigo ko'chatlarni kirgizib keldi O'zbekistonga, Xudo xolasa. Partolla, Monterey, albionda yangi navlari, yana bir ikkita navlari bor, Xudo xolasa. Ularni keyingi 3-karta joyimizga ekamiz, Xudo nasib qilsa. Charchamanglar aka-ukalar, charchamanglar.